Xush kelibsiz do'stlarim. Bugun izn so'rash odoblari haqida gaplashamiz. Biror uy yoki ota-onamizning xonasiga kirish uchun albatta ulardan izn so'rashimiz kerak. Alloh taolo marhamat qiladi. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها Yana shunday marhamat qilinadi. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم Izn so'rash so'z bilan bo'ladi. Masalan, assalomu alaykum, kirsam maylimi kabi baqirmay o'rtacha ovozda izn so'rash kerak. Izn so'rashdan oldin albatta eshikni taqillatish kerak. Eshik yopiq bo'lsa ham, ochiq bo'lsa ham, xo'pmi? Ha, yana bir eslatma. Eshikni kuch bilan emas, ohista qoqish kerak. Agar eshik ochiq bo'lsa, izn so'ragan kishi eshik ro'parasida turmasligi kerak. O'ng yoki chap tomonga o'tib turishi maqsadga muvofiq. Uyning ichiga mo'ralash mumkin emas, chunki har bir xonadonning o'z mahramiyati bo'ladi. Ruxsat berilsagina ichkariga kiriladi. Ruxsat berilmasa, ortga qaytib ketish kerak. Qayta izn so'ramasdan yoki jahl qilib yomon gaplar aytilmaydi. 3 martadan ko'p izn so'ramaslik bu sunnatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam izn 3 marta so'raladi. Ruxsat bo'lsa kir, bo'lmasa qaytib ket deb marhamat qilganlar.